Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? Sog' salomat yuribmisizlar? Biz Xudo xolasa yana ishdamiz. Hozir obedga keldik. Bunda yana o'choqda juyan ko'rdik, yomon ketib turibdi lekin Xudo xolasa. Hozir bu 15-20 minutda tayyor bo'lib qoladi Xudo xolasa. Shularni bo'lib berasizmi? Duraversa ham bo'lmasa. Xabardaman. Merayna bir kichkina bir havuz bor ekan. Baliq bor ekan shu yerda. Xudo xolasa ishni bitirgandan keyin shu yerga kelib bir dam olamiz Xudo xolasa. Bu yoqdan bir ko'l bor ekan. Bu yoq tarafdagina qamoqchiliklar hamda. Xulosina hozir obedga keldik. Xudoyim o'zingga shukr. Ruslan, yuzinglar. Shogird bilan. Xankada gap so'z yo'q, ha? Paraqatchilikmi? Yaxshi. Shunday deb obunachilarga kuchim bitinda zo'r yer ekan lekin, xudo xolasa, olmasa bir ishni bitirsak. Bugun bir qozonni qo'ydik. Ikkinchi qozonni boshladik. Xudo xolasa u ham bugun bir yallatib borsak, hammaga bir shogird tutdina. Shogird ayağa qarayib der. Yaxshi do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.